Assalomu alaykum. Vaqt Navoiyda obyektimiz bitdi. Bu joyimiz seri rangda bo'ldi. Shunday qilib ishlab berdik. Shu rangni zakaz etdilar. Bu yoq tarafi travertin qilingan. Bir kvadrat metr 60 ming so'm. Kilay dastavkasi ichida. Zakazlar bo'lsa aytaverasizlar. Har xil rangda, har xil ko'rinishda qilib beramiz. Ayna davraklari shunday ko'rinishda bo'ldi. Shunday naqshlar chiqarib berdik. Bu bir shutug'i 15 ming so'mdan bo'ladi. 15 santimetrga 95 santimetr chiqadi. Salkam 1 metr. Zo'r chiqqan fasadi bir-birine qo'shib turibdi. Aynasi, eshiklari hammasi. Ustalarimiz ham bor. Montaj qilib beradilar. Usta puli отдельный bo'ladi. 35, 40, 45, 50 ming so'mgacha boradi. Joyni, devorni turishini qarab usta puli chiqadi. Samonlar shunday bo'lsa sal qimmatroq bo'ladi. Chegasi bo'lsa sal arzonroq bo'lishi mumkin. Endi borib, ko'rib, kelishib qilib beraveradi ustalar. Shunday darvoza qo'shaqan qilib ishandi. Nevis ustilar ham bosilgan. Bu yerda ob'em общий 84 kvadrat. Shunday qilib ishlab berdik. Zakazlar bo'lsa aytaverasizlar, bemalol. Har xil rangda, har xil razmerlari bor. Bu razmeri 9 ga 32. Har xil razmerlar bor. Joyni past balandina qarab, kvadratina qarab razmer kesib beraveramiz. Katta razmerlarimiz ham bor. Har xil naqshlar bor. Versace, Mundi naqshlarimiz ham bor. Atxozlar, ayna davraklarni shunday chiroyli bo'lib uyda ochib turadi. Dekor Bog'at Instagram kanalimiz ham bor. Dekor Bog'at deb yozsangizlar, Instagramdan kuzatib borishlaringiz mumkin. Sokoli kafir 3 qator bosilgan. Ayna davraklari, atxozlar fonni ishlangan. Atxozlar bunday ishlansa, shu devorcha kvadrat chiqsa, shunga pul to'lanadi, chunki ichine ketadigan material mana kesib tashlaydilar. Kusokka chiqib ketadi ko'p narsa. Shuni hisobina aynalardan qaytilmaydi. Temir darvoza bo'lsa, qaytiladi. Devorni yuzi bilan teng turgan bo'lsa, ayna bo'lsin, temir darvozalar bo'lsin, devorni yuzi bilan shunday teng tursa, uni kvadrat metrdan qaytib tashlaymiz. Bunday bo'lsa, qaytilmaydi. Chunki ichine ketadigan material kesib tashlanadi, challisi ko'pisi musorga chiqib ketadi. Shuni hisobina like bosib, podpiska olib qo'yasizlar. Vaqt Navoiyda biz zakazimiz 4-5 obyektda ishlab olib turibdi. Bitib turganlar ham ko'payib qoldi. Xudo xolasa qo'limiz teshina qarab ko'rsatib, reklama qilib boramiz. Hammaga rahmat.